Assalomu alaykum, hurmatli yaxshimisizlar, salomatliginglar yaxshimi? Bugun biz sizlar bilan Facebook Ads Manager'dagi auditoriyalar haqida gaplashamiz. Ya'ni umumiyda auditoriya nimaligi, umumiy men bitta prezentatsiya qilganman. U yerda to'liq sizlar auditoriya o'zi reklamada ishlagan auditoriyalar haqida ma'lumotlar olishingiz mumkin. U slaydlarni olish uchun pastda men link qoldirdim, o'shanga kirib, kanal orqali bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Ochiq bo'ladi, bemalol foydalanib ishlatsanglar bo'ladi. Bugun hozir sizlarni ko'p bo'yicha vaqtinglarni olmasdan men Facebookdagi 3 ta auditoriya haqida tushuntirib bermoqchiman, ularni qanaqa yaratishni ko'rsatib bermoqchiman. Xo'p, biz o'tgan darsda sizlar bilan nima ochdik? Biznes portfolio va reklama akkauntlarini yaratdik. Endi sizlar bilan biz shu yaralgan reklama akkauntining ichida, yaratilgan reklama akkauntining ichida auditoriyalar yaratishni o'rganamiz. Xo'p. Auditoriyani biz shu Ads Manager ichidan, auditoriya bo'limidan yaratamiz. Xo'p, bizda o'zi общий marketingda 3 xil auditoriya turi bo'ladi. Misol uchun birinchisi bu sovuq, iliq, issiq. Sovuq auditoriya kim? Sovuq auditoriya bu birinchi bizani hali tanimaydigan, bilmaydigan, ko'rmagan, hali bizni haqimizda tasavvuri yo'q, bizani tanimaydigan insonlar. Ikkinchisi bor iliq auditoriya. Iliq auditoriya bu bizani qayerdadir ko'rdi reklamalarimizni, qayerdadir eshitdi, lekin hali unaqa zo'r bizdan sotib olishga tayyor bo'lmadi. Reklamamizdan ko'rdi, Instagramimizga kirdi, rasmlarimizga like bosdi, lekin hali sotib olishga tayyor bo'lmagan, yangi bizani taniyotgan odamlar. Uchinchisi bu issiq auditoriya. Issiq auditoriya kim? Bizani doimiy ravishda kuzatib kelayotgan, bizani postlarimizni ko'rib, qiziqish bildirib kelayotgan, lekin hali sotib olmagan yokida sotib olishga tayyor bo'lgan insonlar. Xo'p, endi shunaqa odamlarni biz Facebook Ads Manager'da yaratishimiz mumkin. Yaratish uchun bizda 3 xil yo'nalish bor. Birinchisi сохранённая auditoriya, bu sovuq auditoriya yaratish. Ya'ni oddiy tushuntiradigan bo'lsam, sizda misol uchun konditsioner sotmoqchisiz. Konditsioner sotish uchun konditsionerga qiziquvchi bo'lgan odamlarni topishingiz kerak. Sizni profilingizga kirgan yokida rasmingizga like bosgan emas, konditsionerga hozirgi kunda Facebook, Instagramda konditsionerga qiziqayotgan odamlarni topishingiz kerak. Va ularga reklama ko'rsatib ko'rasiz. Sotib olishsa, siz savdo qilasiz. Xo'p, shunaqa sizga tanish bo'lmagan, sizni tanimagan, lekin siz ularni qidirib topadigan odamlarni biz сохранённый auditoriyadan topamiz. Ya'ni birinchi o'chirib 3 ta turibdi. Создать сохранённую auditoriya bosamiz. Bu yerda birinchi переключить на исходный настройка auditoriya knopkasini bosib, mana bu yerda mana shunaqa oynacha ochiladi. Endi oynachaga misol uchun auditoriya nomi. Konditsioner qiziquvchilar dedik. Xo'p, konditsionerga qiziquvchilar deganimizda, konditsionerga qiziqayotgan hozirgi kunda qaranglar, Facebook qanaqa aniqlaydi odamlar nimaga qiziqayotganini. Birinchi o'rinda shu odamlar Facebookda, Instagramda qanaqa kontent ko'rayotganidan aniqlaydi. Ya'ni qanaqa kontentlarga like bosyapti, unaqa kanallarga obuna bo'lyapti, bir-biriga o'rtalariga yuboryapti. Shundan turib aniqlaydi. Ikkinchisi bu telefonning oldida misol uchun konsert haqida gaplashsa, elektronika haqida gaplashsa, shundan biladi konsertga qiziqayotganini. Uchinchisi bu Google'da qidiruv tizimlari orqali konsert qidirgan bo'lsa, Google ma'lumotlarni Facebookga beradi va Facebook shu qiziqayotganini topib, unga reklamani ko'rsatib beradi. Xo'p, birinchi qaraymiz konsertga qiziquvchilar. Taxmin qilamiz, biz konsertga qiziquvchilarni yig'ishimiz kerak. Konsert sotamiz, konsertga yig'uvchilar. To есть qiziquvchilar. Xo'p, birinchi o'rinda biz местоположениeni tanlaymiz, ya'ni hudud. Reklama berish, ya'ni reklamamiz qaysi hududda ko'rinsin. Biz agar offline Toshkentda joylashgan bo'lsak, Toshkent shahrini beramiz. Hozir Toshkent region O'zbekiston. Toshkentni men belgiladim. Endi aytayapti, bu yerda kilometr bor. Toshkent markazidan 17 kilometr radius oralig'ida reklama ko'rinsinmi yokida faqat Toshkent shahrida ko'rinsinmi? Buni tanladim. Mana ko'rdinglar, bu yerda faqat Toshkentda shunda reklamamiz ko'radi. Endi biz qidirayotgan joy mabodo bu yerda qidiruvda mavjud bo'lmasa, o'zimizga kerakli joyi kartadan topib, поставить metku qilamiz va shu joyi yana kilometrda
belgilab, shu joy uchun reklama yoqishimiz mumkin. Yokida men Toshkent shahrini belgiladim, lekin Toshkent shahridagi aynan mani do'konim mana bu yerda bo'lsa, lekin shaharda mana bu burchagiga reklamamni ko'rsatmasligini xohlasam, men mana shu joyga olib tashlashim mumkin. Ya'ni включить o'rniga исключить knopkasini bosib, поставить metку qilamiz va kilometrni to'g'rilasak, deylik 12 kilometr. 3 deylik. Hop, 3 kilometr bersam, Toshkent va Toshkent viloyati, ya'ni Toshkent va Toshkent atrofida reklamam ko'rinsa, lekin mana shu qizil hududda reklamam ko'rinmasin deyishim mumkin. Ana bu исключить tugmasi orqali bo'ladi. Hop, mana bu tugma, ya'ni galotchkani bosadigan bo'lsak, bu nima bo'ladi? Agar bizani reklamaga boshqa viloyat hududlardan qiziqish bo'ladigan bo'lsa, o'tgan reklamamiz avtomatik ko'rinib ketsinmi deganda biz yoqib qo'yishimiz mumkin yokida yoqmasligimiz mumkin. Hop, buni hozir agar offline do'kon bo'lsak, yoqmaganimiz yaxshi, chunki ana biz Toshkentda savdo qiladigan bo'lsak, reklamamiz Toshkentda ko'ringani yaxshi. Hop, endi возраст, ya'ni yosh, necha yosh atrofidagi odamlarga reklamamiz ko'rinsin degan savolga javob berishimiz kerak. Konditsioner sotib oluvchilar necha yoshda bo'ladi? Uning uchun gipoteza qilasizlar, ya'ni taxmin qilib belgilaysizlar. Misol uchun men tanlashim mumkin 20 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan insonlar. Xo'p, uni tanlaymiz. Uni tanlaganimizdan keyin pol bor, ya'ni jinsi nima bo'ladi? Biz reklama ko'rsatamiz kimga? Erkaklarga yo ayollarga? Shunda buni tanlab olamiz o'zimizga kerakli bo'lgan odamni. Hozir biz konditsioner sotsak, ham ayollar, ham erkaklar bizning reklamamizga qiziqishi mumkin. Shuning uchun biz siyaqni qoldirganimiz yaxshi. Ham ayollarga, ham erkaklarga reklamamiz ko'rinishi uchun. Yiziki bu, yizik nima bu? Til, qanaqa til desanglar, bu odamlar gaplashadigan, Toshkentda gaplashadigan til emas. Balki biz russkiy язык qilsak yo, masalan, angliskiy язык qilsak, kim shu tilda telefonni nastroykalarni sozlagan bo'lsa, o'sha odamlarga reklamamiz ko'rinadi. Ya'ni men ingliz tilini kiritadigan bo'lsam betga, faqat ingliz tilida telefonni ishlatuvchilarga nima reklamam yetib boradi. Xo'p, keyingisi detalniy targeting. Bu eng asosiy joyi. Ya'ni biz hozir ko'rasizlar, Toshkent shahrida yashovchi 20 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan erkak va ayollarni tanladik. Endi biz aynan konditsionerga qiziqayotgan odamlarni mana bu yerdan topamiz. Ya'ni bu 3 xil detalniy targetingda 3 xil yo'nalish bor. Ya'ni birinchisi demografические интересы bor, ikkinchisi interes, uchinchisi поведение. Demografik interes nima? Kirsanglar, bu ko'pincha O'zbekistonda ishlamaydi, lekin satsa bo'ladi. Misol uchun ota-onalarni topmoqchi bo'lsak, mana ota-onalarni topishimiz mumkin. Universitetda o'qiganlarni topmoqchi bo'lsak, universitetda o'qiganlarni, yaqinda turmushga chiqqan odamlarni topishimiz mumkin demografik qiziqishlar orqali. Biza eng O'zbekistonda ishlagan narsa bu interes, ya'ni qiziqishlar. Boya aytgan tepada odam nimaga qiziqayotganiga qarab biz o'sha odamlarni topishimiz mumkin. Xo'p, interesga kirib, bu yerda mana kategoriya bo'yicha juda ham ko'p intereslar bor. Shu intereslarning bittasini tanlab, biz nima qilishimiz mumkin? Shu o'zimizga kerak bo'lgan interes topishimiz mumkin. Oxirida поведение bu xulq atvori, ya'ni xulq atvor deganda o'zini internetda qanaqa tutyapti. Misol uchun qanaqa telefondan kiryapti, qaysi brauzerdan foydalanyapti. Yana misol uchun CSLga tez qatnayapti bo'lishi mumkin. Tez qatnaydiganlarga ko'rsatishimiz mumkin. Tipa shunga o'xshagan xulq atvor, faqat onlayn xulq atvori qanaqa bo'layotganini topishimiz mumkin. Aytganimdek, biz asosan intereslar bo'yicha qidiramiz auditoriyamizni. Shuning uchun biz hozir bu yerga interes beramiz. Xohlasanglar bu yerdan kategoriya bo'yicha, xohlasanglar kalit so'zlar. Mana elektronikaga qiziqayotgan insonlar bor tanlayman. Va elektronikani tanlashim mumkin va konditsioner qilib ko'ramiz. Konditsioner vozdux. Mana bu menimcha to'g'ri keladi bizga. Konditsioner vozdux. Xo'p, mana men tanladim. Bitovoy texnika, konditsioner vozdux, elektronikaga qiziqayotgan odamlarni tanladik va endi o'zini shu boya men tushuntirgandek Instagramda, Facebookda shunaqa qiziqishdagi yurgan odamlarga endi men hozir ularni to'playman va reklamamni ularga ko'rsataman.
Bu yerda suizik degan narsa bor. Suizik knopkasi nima? Suizik knopkasini bossak, mana shu kategoriyadagi odamlarning ichidan, misol uchun LG deylik. Bo'lsa, hozir LG. Xo'p, mana interest, LG Group, LG Display. Hop, LG chiqmadi. Ya'ni bu yerda oson qilib tushuntiraman. Shu siz tanlagan interes, ya'ni qiziqishlarning ichidan aynan nimaga qiziqayotganini topishingiz mumkin. Ya'ni misol uchun bu yerga avtomobilga yozsanglar, avtomobillar ichidan aynan Mercedes-Benzga qiziqayotgan odamlarni topish uchun suichit qilib Mercedes-Benz desanglar, avtomobillar ichidan aynan Mercedes-Benzga qiziqayotgan odamlarni topishingiz mumkin. Umumiy avtomobillarga qiziqayotgan emas. Xo'p, shu bilan mana sozdать сохраненный auditoriyani bossak, bizani birinchi saqlangan, ya'ni sovuq auditoriyamiz tayyor ishlatishga. Bularning soni 1.200 dan 1.400 gacha bo'ldi. Endi buni o'zi biz reklama yo'qotganimizda 2 xil, 3 xil, 4 xil auditoriyadan foydalanib reklama berganimiz yaxshi. Lekin hozir bu yerda men unaqa qilsam juda ham uzun video bo'lib ketadi. Shunga bir qancha auditoriya yaratsanglar, ularni o'xshashligi bormi, yo'qmi, ya'ni bitta auditoriya ikkinchisiga o'xshab qoldimi, yo'qmi, uni tekshirib olishlik kerak bo'ladi. Mana bu tugmani показать пересечение auditoriya orqali uni keyin menimcha batafsil tushuntirib bersam kerak. Hozirgi paytda bizada shuncha odam bor, 1.200 dan 1.400 gacha hozirgi kunda elektronika ga qiziqayotgan odamlar. Xo'p, bu auditoriyamiz tayyor bo'ldi. Ya'ni biza boya gaplashganimizdek sovuq auditoriyamizni yaratdik. Ya'ni bu 1.200.000 ta odam bizani hali ko'rmagan bo'lishi mumkin, eshitmagan bo'lishi mumkin. Biz haqida bizani tanimasligi mumkin. Biza ularni yig'yapmiz, ya'ni Facebookka zaryadni berdik. Menga shunaqa odamlarni topib berdik, u topib berdi. Va endi ularga reklama ko'rsatib, bizni savdo qilishimiz mumkin. Lekin tavsiya beraman, bu auditoriyaga sразу sotuvga o'tib ketishmaslikni. Ya'ni bular hali sizni tanimaganligi uchun sizdan sotib olishmasligi mumkin. Men bularga birinchi savdo uchun emas, yaqinlashtiruvchi postlar, yaqinlashtiruvchi video kontentlar berib, istab, iliqlashtirib, undan keyingina sotuvga o'tganingiz ma'qul. Hop, bu auditoriya darsini birinchi darsi. Ikkinchi darsda biz iliq, issiq auditoriyani qanaqa tanlashni o'rganamiz. Hop, keyingi darsda sizlar bilan xudo xolis ko'rishamiz. Rahmat.